qornilar och, issiqdi kunida rosa chanqashgan. Bularni nima majbur qildi bu yerda turishga azizlar? Nima majbur qildi? Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Mana ziyoratchilarimizni Saudiyadagi Jidda aeroportidan kutib olyapmiz. Chaqa yuraveramiz, hoji akalar. Ojona yaxshi kirib keldilaringizmi? Iloyim. Kayfiyatlar qanday? Kayfiyatlar zo'r, a'lo darajada. Allohga shukr. Qiynalmadilaringizmi? Yo'q. Xizmatlarimizda kamchilik bo'lsa ayting. Yo'q. Samolyotlarda mazza qilib uchib keldik. Tashakkurnomalar yozib beraman dedim, imkoniyat bo'lmadi. Amin, yaxshi iloyim. keldik, xursand, hamma xursand. Yaxshi? Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Xudo xolisa bag'ri endi xizmatlarni yana davom ettiramiz chiroyli holatda. Nima kamchiliklar, nima xizmatlar bo'lsa bemalol aytaverasiz. Xudo xolisa kamchilik bo'lmaydi shekilli bu. Inshaalloh. Hamma xursand. Hamma xursand, hech kim xafa emas. Tushunmagan narsalaringiz bo'lsa bemalol so'raverasizlar. Xudo xolasa. Nima xizmat bo'lsa. Salomat bo'linglar. Kayfiyatlar yaxshimi amaki? Rahmat, salomat bo'ling. Mana ziyoratchilarimiz avtobuslarga o'tiryaptilar. Madina Munavvaraga inshaalloh hozir yo'l olamiz. Assalomu alaykum aziz ziyoratchilarimiz. Jidda shahriga xush kelibsizlar. Mana endi Jidda shahridan Suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning shaharlari Madina Munavvaraga qarab yo'lga chiqyapmiz. Safar duosini qilamiz. Bismillahi tavakkaltu alallohi va la havla va la quwwata illa billah. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin va inna ila robbina lamunqalibun. Alloh subhanahu va taolo mana bu boshlayotgan Madina bo'ylab qilmoqchi bo'lgan ziyoratlarimizni, ibodatlarimizni bizga oson qilsin. Madina Munavvaraga eson-omonlikda yetib borishligini va Habibimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning masjidlarini ziyorat qilib, u yerlarda ibodatlarni, ro'zalarimizni, iftorlarimizni, saharlarni qilishni Alloh taolo nasib qilsin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Rahmatika ya arhamar rohim. Allohu akbar. Mana bugundan boshlab inshaalloh 14 kun davomida sizlarga men 50 boshlik qilaman. Ismim Ahmadjon. Marg'ilon shahridanman. Ziyoratga, ibodatga doir bo'lgan har turli savollar bo'lsa, inshaalloh menga murojaat qilasizlar. Qo'ldan kelgancha hal qilamiz. Sog' bo'linglar, eson-omon yetib olinglar. Madina 5 soat atrofidagi masofada joylashgan, uzoqlikdagi. Dam olib, endi charchab kelgansizlar, dam olib ketinglar. Yaqin qolganda inshaalloh salovatlar aytib kirib boramiz. Do'stlar, Jidda shahridan Madina Munavvaraga ziyoratchilarimiz bilan yo'lga chiqqanmiz. Yo'lda to'xtadik biroz. Masjidga namoz o'qib, tahoratlarni yangilab inshaalloh mana yana davom etamiz. Avtobuslarimiz ham injig'idan deydi-yu. Azizlar, mana ziyoratchilarimiz ham alhamdulillah Madina Munavvaraga yetib kelib oldilar. So'mkalarni tushirib, mehmonxonaga hozir joylashib, inshaalloh salomga kiramiz birinchi bo'lib. Kelavringlar, joylashib turaveramiz. Hozir xona raqamlarini beramiz, chetda o'tirib tursak. Yo'qolib qolinadigan bo'lsa, shu atrofda ko'rsatilsa olib kelib qo'yiladi. Mana shu mehmonni hozir bittadan berib chiqaman. Madinada, Madinadaliklarda shu billa yuraversin. To'rtta. Mehmon adresi yursin.
Qora akam nima qilyaptilar so'raymiz. Qora aka nima qilyapsiz? Shu Wi-Fi Wi-Fi larni- yo'lab beryapsiz, mehmon Wi-Fi. Maşallah. Qora akam xizmatlardan tashqari xizmatlarni ham qilaveradilar. Alloh ilmlarini ziyoda qilsin, haqlariga duo qilib qo'yinglar. Har bitta shunaqa ziyoratchilarimiz telefonlarini olib Wi-Fi'larini ulab beryaptilar. Xizmatlariga gap so'z yo'q. Hoji akam ziyoratchilarimizni maşallah salom yopib ketyaptilar. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nurlariga. Mana hammalari xursandchiliklarni aytishyapti. Maşallah. O'zbekistondan hamma kelsin iloyim. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Voy maşallah. Bular albatta xizmatlar zo'r bo'lganidan xursandchiliklarni bildiryaptilar. Alloh rozi bo'lsin. Shu holat sog'inganlar bormi azizlar? Voy maşallah. Bismillah, alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Avvalambor hammalaring Madina Munawvaraga, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning masjidlari, Masjid Nabaviyga xush kelibsizlar. Avvali kerak bo'ladigan narsani bir bizga eng muhim bo'lgan borib kelish Masjid Nabaviyga tushuntirib qo'yamiz mehmonxonasi bilan orasini. Mana bu 326-327-eshiklar. Bizga eng yaqin mehmonxonamizga Abrosh Toybaga eng yaqini 326-327. Masjid Nabaviyda tashqi eshiklari 69 ta. Bu 3-qatorda bo'lgani uchun 300 boshlanadi, 369 deydi. 301 dan boshlanadi. Qiblani ro'parasidan keyin 2-3 bo'lib kelib, aynalib, oxirida 326-27 u yoqqa qarab 28-9 qilib oxiriga ketadi. Aynalib kelib 369 da 301 bilan to'qnashadi. Bunday aynalish. 300 degani 3-chi degani xonaqoni eshiklari 40 bitda, toratxonani eshiklari 2-qatorda, o'shancha 200 deydi. 300 deyotgani 3-qator bo'lgani uchun bu tashqi eshiklarda 300 deydi. O'zi 300 bas. 69 ta. 326 bilan 27. Endi geografiya jihatdan da tushuntiradigan bo'lsak, qiblamiz janub tomonda. Biz orqamizda, mana shu qarab namoz o'qiymiz. Imomimiz mana bu tomonda turadi. Biz hozir turgan joyimiz bu shimol, g'arbiy shimoliy tomonda turibmiz. Burchakda. To'rt burchak masjidi mana burchakda, mana eshitib turibmiz. Biz mehmonxonamiz shimoliy g'arbiy tomonda, qibla janub tomonda, O'zbekiston bu sharq tomonda, kunchi qat tomonda. Kirsak, xohlagan joyimizga kelganimizda shuni bilib olsak, topib kelaveramiz bemalol. Masalan, mana bu joyga borsa 350, 352 bo'lgan bo'lsa, endi orqaga qarab ketib 26 ga qarab bu burchakka kelaveramiz. Keyin mana bu kirganimizdan keyin mana burchakdagi xonaqo ayollar uchun maxsus. Ayollarimizga yana ham qulayki, kirib va ayollar xonaqosiga kirishadi. 5 vaqt namozga inshaalloh mana shu tarovehga ham shekka qatnalaveradi. Og'izda ochib turib, Masjid Nabaviyda kirib iftorlikni qilib, yana xufton namoziga chiqilaveradi. Tarovehga chiqilaveradi. Yaqin 2 qadam. Bu masjid, endi masjidga kirishlikni o'ziga yarasha odoblari bor. Quyoshda turib qolmayapsizlarmi? Masjid Nabaviyda o'zini odoblari bor. Birinchi odoblardan tahoratli holatda o'ng oyoq bilan kiramiz. Har doim hamma masjidga, bitta Masjid Nabaviyga xos emas. O'ng oyoq bilan duosini aytib, bismillahi Allohumma iftahli abwaba rahmatik. Ey Allohim, bizlarga rahmat eshiklarini ochgin. O'zbekcha shu. Rahmat eshiklarini ochgin bizlarga deb o'ng oyoq bilan kiriladi doim. Biladiganlar arabchasini, bilmaydiganlar o'zbekchasini aytib kiraveramiz. O'zbekchasini aytsa ham bo'laveradi inshaalloh. Hop, kirganimizdan keyin imkon qadar tahiyatul masjid haqqi namozi o'qishlikka harakat qilaveramiz. Agar makruh vaqti bo'lmasa, quyosh tikka kelgan paytda, quyosh chiqayotganda, bomdod tayyor quyosh botayotganda makruh vaqt va asrdan keyin shom orasidagi vaqt makruh vaqt va bomdod namozidan keyin to quyosh chiqqungacha ham makruh vaqt. 5 ta shunaqa makruh vaqt bor, nafl namozlar o'qib bo'lmaydigan. O'shandan tashqari vaqtda 10 da kiramizmi, 9 da kiramizmi yo 2 da kiramizmi yoki kech payt
11-12larda kiramizmi? Tahiyatul masjid bilan boshlasak, masjid haqqini inshaalloh 2 rakat masjid haqqi namoz deymiz, bilmasak nafil namoz deb qo'yamiz. Nafil. Qaysi surani zam qilsak bo'laveradi. Keyin 14 kun davomida yana bizga zarur bo'lgan masalalardan 14 kun davomida biz namozlarni o'zimiz o'qiganimizda 4 rakatli namozlar 2 rakat qasr qilib o'qiymiz. 2 rakatli bomdod shundagacha qolaveradi, shom 3 rakat o'shundagacha qolaveradi. Imomga iqtido qilsak, imom qanaqa o'qisa, shunda o'qiveramiz. Keyin undan keyin farz namozlardan keyin janoza namozi bor. As-solatu alal amvat deydi. Janoza namozini imomga iqtido qilamizda Allohu akbar deganda Allohu akbar deb tursak, inshaalloh bizga kifoya qiladi. Janoza namoziga va'da qilingan savobni qo'lga kiritamiz. U nima edi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni kim janoza namozi o'qisa, bir qirot mukofot beriladi deganlarida qirot so'rashganida misli jabal Uhud deganlar. Uhud tog'ini kattaligicha, og'irligicha bo'lgan hasanani qo'lga kiritadi. Maşallah. Har janoza namozida, Batta bo'lsin, Madinada bo'lsin, Makkada bo'lsin, O'zbekistonda bo'lsin, janoza namoziga ishtirok etdimi, shuncha nimani savobni qo'lga kiritadi. Xo'p, bu kirib chiqishda biz shuni oldik, 326 327. Haligi adres hech qachon yo'qolmasin, ketgungacha turib tursin. Mabodo yo'qolib qoladigan bo'lsa. Xo'p, yana bir tushunmagan shunga doir bir savollaring bo'lsa aytinglar. Ha. Mana musofirman sizlarga o'xshab. Mana 10 kunda beraman. Ha, men musofirga xudo qilsa musofircha o'qilaveradi. Ha, sunnatlar o'qilaveradi. Sunnatlarni o'qiymiz. Mabodo shashilib turgan holatlar bo'lsa, sunnatni o'qimasa mayli. Lekin asosan sunnat o'qiladi. O'zi sunnatlarni, nafillarni o'qiymiz deb kelganmiz. Mana shu joylarga o'zi ibodat qilamiz deb kelganmiz. Ha. Keyin ravza masalalarini o'zim aytaman. Ravzaga kirish masalalarini va ziyorat masalasi yo ertaga yo indinga bo'ladi. Uni aytaman. O'zini. Endi sekin kiraveramiz, to'ratxonalarni men tushuntirib yuboraman. Bormi sog'inganlar? Maşallah. Tez orada Alloh taolo hammalarimizni chaqirsin, ha. Ziyoratchilarimizni salomga olib kirdik. Ravzaga kirilganda ham yana bir qator ravza u tomondan kiriladi. 164-165-yil. Do'stlar, bu qizimiz bir narsani yo'qotib qo'yib, yo bir dard ustida yig'lamayapti. Rasulimizga bo'lgan muhabbatlarini bildirib yig'layaptilar. Alloh taolo hammalarimizni iloyim muhabbatlarimizni baland qilsin. Bularning qornilari och, rosa chanqashgan. Issiqdi kunida. Nima uchun bu yerda o'tirishibdi, azizlar? Nima uchun? Albatta Rasululloh alayhisolamga muhabbatlari balandligidan o'tirishibdi. İlohim Alloh taolo hammalarimizni muhabbatlarimizni Sayyidimizga, janobimizga baland qilsin. Har banda o'z oyog'i bilan yurib kelib, o'zi salomlar aytishini Alloh nasib qilsin. Bulutli masjid. Bunday deyilishiga asosiy sabab hijratini 6 va 7 sanalarida Madinada qurbonchilik bo'ladi. Qurbonchilik, ya'ni
Demak, bu joyda ikki hayit namozi Najoshiga nima solatul g'oyibni shu yerda o'qiganlar va istisqo namozi, yomg'ir so'rash namozi mana shu joyda o'qiganlar. Endi mana bu hech qancha uzoqlikda joylashmagan mana bu Abu Bakr Siddiq nomi bilan ataluvchi masjid. Bu Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu xalifalik davrlarida hayit namozlarini mana shu joyga chiqib o'qiganlar. Abu Bakr Siddiq roziyallohu. Masjiddan hech qancha uzoqlikda emas. Nariga Ali roziyallohu anhuning uylari. Onajon yoqimli ishtaha. Berganiga shukur mana uyimizga ham hamma yo'li siyor, hamma yo'li yaxshi. Mazza qilib ibodatlarni amallarni bajaryapmiz. Inspektorlarga rahmat, sizlarga xizmat qilyapsizlar. Kamchilik yo'qmi? Endi To'rtgacha bo'lgan ekan, qanaqa kamchilik bo'ladi yana. Shukr alhamdulillah. Mashalloh. Yaxshi. Rahmat sizlarga. Xursandmisizlar? Ilohim. Onalarimiz birinchi bo'lib ibodat qo'yyaptilar. Albatta bu tamoman kerakli narsa. Bor aka onalarimizni qarang, qanaqa xursand bo'lyaptilar. Inshaalloh bundan Inshaalloh. mahalliylarimiz birdan 3gacha ekan. Bizda birdan 3gacha ekan. Ustozimiz Ziyoratchilarimiz uchun saharliklarimiz ham tayyor. Shunaqa chiroyli tashkillanyaptiki, mazza qilib iftorliklar, mazza qilib saharliklar qilishsa, inshaalloh chiroyli bir ibodatlarga ham quvvat bo'lib qoladi. Hoji onalarimiz, hoji akalarimiz, hojilar ham shunaqa chiroyli duolar qilishyapti. Ba'zi bir insonlarga guvoh bo'lamizki, biz ovqat uchun emas, mehmonxona uchun emas deyshadi. Mashalloh, shijoatlar shunaqa baland insonlar. Lekin aslida bularda ham yaxshi taom bo'lmasa, yaxshi shunaqangi tanovul qilishmasa, ibodatlari ham mustahkam bo'lmay qoladi-yu. Shuning uchun biz shunaqa chiroyli sharoitlar qilyapmiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu faqat video uchun qilib olmayapmiz bu dasturxonlarni. Har doim kesalaringiz xudo xohlasa shunday tashkillanadi. Mana qovurlarimiz ham Alloh rozi bo'lsin. Mashalloh. Buxorodamiz, 50 boshimiz juda chiroyli xizmatlar qilib beradilar. Qor aka, xizmatlaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Hamma ziyoratchilar xursand. Duo qilishyapti. Salomat bo'ling ilohim. Jazakalloh xayr. Hozir mana chiqsa, xudo xolasa tayyor hamma yo'q. Bismillah. Duo qilamiz. Ziyoratga chiqyapmiz Madina bo'ylab. Bismillahi tavakkaltu alallohi va la havla va la quwwata illa billah. Subhanallazi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila robbina lamunqalibun. Alloh subhanahu va taolo mana bu Madina bo'ylab qilayotgan ziyoratlarimizni oson va yengil qilsin va beriyo bizlardan qabul qilsin. Va sallallohu taala ala xayri xalqi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika arhamar rohimin. Aziz ziyoratchilarimiz, mana bu hozir boshlayotgan ziyoratimiz Uhud tog'i va Uhud jangida shahid qilingan 70 nafar sahobiyni qabrlarini ziyorat qilish bilan boshlaymiz. Va yo'l-yo'lakay Qiblatay masjidi, Handoq masjidi Sab'a deyiladi, 7 ta masjid, ularni yo'l-yo'lakay avtobusda ziyorat qilib, asr namozini inshaalloh Qubo masjidida o'qiymiz. Ziyoratchilarimiz bilan Uhud tog'iga kelyapmiz. Hammalarining kayfiyatlari juda a'lo. Xursandlar, xizmatlarimizdan rozi. Hoji akalarimiz, hoji onalarimiz hammalari. Bugun Madina bo'ylab inshaalloh ziyoratga chiqqanmiz. Eniga 3 kilometr, balandligi 1000 metr. Ozgina oshiqroq, a? Mana shu tog' Uhud tog'i. Mana shu Uhud tog'ining yon bag'rida joylashgan, Uhud jangida shahid qilingan 70 nafar sahobiyni muborak jasadlari dafn qilingan mana bu qabristonda oldida turibmiz. Mana bu to'rtburchak bu qabriston mana shu Uhuddagi qabriston hisoblanadi. Ziyorat qilish uchun kelgan asosiy maqsadimiz mana shu qabristonni ziyorat qilishlik. Uhud tog'ini ko'z oldimizga keltirdik, shunchalik kattaligini. Endi Uhud tog'ini fazli to'g'risida bir necha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan hadislar vorid bo'lgan. Shulardan biri man tabi'a jinazatan
falahu qiratun dedilar. Kim janozaga ergashsa, janoza namozini o'qisa, falahu qiratun, unga bir qirat mukofot bo'ladi dedilar. Sahobalar ham qirat degani qancha miqdorini bilish maqsadida so'rashganda, misli jabal Uhud dedilar. Uhud tog'ini kattaligicha, og'irligicha bo'lgan hasanani qo'lga kiritadi. Har bir O'zbekistonda bo'lsin, Madinada bo'lsin, Makkada bo'lsin o'qiyotgan janoza namozimizga shuncha mukofotni qo'lga kiritib turibmiz. Buni biz hozir mana o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rib qanchaligini his qilib turibmiz. Yana ham bo'lsa, mana shu janozaga bo'lgan e'tiborimizni kuchaytiradi. Hop, bu tog'ni fazli to'g'risida Rasulullohdan boshqa bir hadislari ham vorid bo'lgan. Uhudun jabalun yuhibbuna va nuhibbuhu deganlar. Uhud shunday tog'iki, biz uni yaxshi ko'ramiz va u bizni yaxshi ko'radi deganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga muhabbati sobit bo'lgan tog'. Garchi predmet jonsiz narsa bo'lishiga qaramasdan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muhabbatlariga sazovor bo'ldi. Biz har qancha harakat qilib ibodat qilayotgan bo'lsak-da, lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muhabbatlariga sazovor bo'ldik deya olmaymiz. Ha? Hech kim hozir Rasulullohning muhabbatlariga sazovor bo'ldim deya olmaydi. Bu jonsiz bo'lishiga qaramasdan Rasulullohning muhabbatlari sobit bo'lgan, Rasulullohning muhabbatlari sobit bo'lganini o'z og'izlari bilan aytganlar mana shu tog'. Boshqa bir hadisda man anfaqa fi sabilillah, kim Allohning yo'lida infoq qilsa, misla jabal Uhudin zahaban, Uhud tog'ini kattaligi, og'irligicha bo'lgan tilloni, oltinni Allohning yo'lida kimlardir ko'rishi, eshitish uchun emas, maqtanishlik uchun yoki obro' qozonish uchun emas, Allohning yo'lida sarf qilsa-yu, qazoga, qadarga iymon bo'lmasa, undan hech qanaqa manfaat yo'q deydilar. Tasavvur qilaylik, mana shuncha tog'da bo'lgan tilloyimizni Alloh yo'lida sarf qilib yuboryapmiz. Maktablar qurdiryapmiz, madrasalar qurdiryapmiz, ko'priklar qurdiryapmiz, Allohning yo'lida sarf qilyapmiz-u, qadarga iymonimiz yo'q. Sal narsaga jazabaga tushib ketamiz. Alloh taoloning qadari ekan deb ko'nmaymiz. Uni alamini farzandlardan, kelinlardan, ayollardan shu nimalar olishga yoki qo'lda ishchilardan olishga nima qilamiz? Allohdan ekan, shu ekan harakat qildik, bo'lmadi demaymiz. Demak, o'sha bizda bo'lgan qadarga bo'lgan iymonimizdan ozgina bo'lsa ham bitta nima bor ekan, xalal bor ekan. Ya'ni kamchilik bor ekan. Shuni to'g'rilab olishimiz kerak. Bizdan talab qilinadigan narsa sababini qilamiz, qolganini Alloh taologa topshirib qo'yamiz natijasini. Yo bo'ladi, yo bo'lmaydi. Hamma bandalar harakat qilaveradi, oxirida natijada kim aytgani bo'ladi? Allohning aytgani bo'ladi. Alloh xohlamasa bu yerga kelmas edi. Qancha mol dunyosi bizdan ko'plari bor. Alloh xohlamayapti, kelmayapti. Endigi manzilimiz xurmo bog'i bo'lyapti. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Ramazon oyligi uchun xurmo bog'lari yopilgan. Bo'lmasa shu joylarda o'tirib ziyoratchilarimizni chiroyli mehmonlar qilib, oshlar qilib berardik. Juda katta chiroyli xurmo bog'i. Magazinlar, hamma narsalari bor mana bu yerda. Ziyoratchilarimiz ibodatdan so'ng ozgina tijorat ham qilishyapti. O'zbekcha gapiryapti aka. Hammasi 10 riyal. 10 riyal. Keling. Hammasi. Keling, maşallah. 10 riyal. Hammasi. Davay 10 riyal. Va. Davay riyal, davay dingini davay. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Ana o'zbekcha gapirib olyapti aka. Ruscha ham bo'lib ketyapti. Azizlar, ziyoratchilarimiz bilan endigi manzilimiz Qubo masjidi bo'lyapti. Mana ziyoratchilarimizni Madina bo'ylab ziyoratga ham olib chiqib keldik. Ojonalar, kayfiyatlar yaxshimi? Yaxshi borib keldilaringmi? Salomat bo'ling. Ha, ilohim, sog' bo'ling.
xursand hammalari. Endi mehmonxonaga kiramiz. Ertaga inshaalloh Ravzaga. Har bandaga nasib qilsin. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram aziz kuzatuvchilar, salomatmisizlar? Mana Turpadagi ziyoratchilarimiz bilan payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muborak ravzai sharaflariga kirish jarayonida turibmiz. Hozir xola aka mana chiroyli mav'izalar qilib, Xudo xolasa tushuntirishlar qilib beradilar. Nimaga kirib ketayotganimizni bizlar tushunib olamiz. Bismillah, alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Mana biz hozir Alloh nasib qilsa mana Ravza Sharifga kiramiz. Ravza degani bu bog' degani. Ravza bog' degani. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam muborak hadislarida ma bayna bayti va hujrati minbarun ravzatun min riyadil jannah deyiladi. Minbarim bilan uyimning orasidagi joy hudud jannat bog'laridan bir bog' deganlar. Ana shu joyga, ana shu hududga, ana shu masjidni qismiga biz hozir kiramiz. Mana shu hadislarini ulamolar shunday sharh qilishganki, mana shu joy bog' jannat bog'laridan bir bog' deyilgan joy jannatga shundaqligicha ko'chiriladi. Va boshqa bir qarashda bu joydagi rahmat sakinat, yog'ilib turgan rahmat sakinati jannatdagi kabi. Va yana boshqa bir sharhida bu yerda qilingan ibodat, toat, ibodatlar jannatga olib boradi deydi. Shuning uchun imkon qadar bu yerga kirganimizda oldiroq safda namozlarimizni 2 rakatdan ko'proq o'qishlikka harakat qilaveramiz. Tasbih, duo. Faqat u yerga kirganimizda telefon, boshqa narsalar bilan mashg'ul bo'lib qolmaylik, g'animat bilishimiz kerak. O'zi biz xohlasak, xohlamasak, tezda biz orqamizdan tur yur deb chiqarib yuboradi. O'shaning uchun imkon qadar salafani turib turaveradi, hozir salafa. Gapirayotganda eshitib turamiz. Salafan oyoq kiyimi uchun beryapti. Xo'p, imkon qadar duoyi istig'forni namozimizni ko'paytirib, Payg'ambar alayhisalomga salovatlarni aytib chiqiladi. Bu joy shunday joyki, mana yashil gumbazni yon biqin tomoni. Orasida nafil dedik, nafil. Alohida kirishda niyat degan narsa yo'q. Masjidning bir qismi deyapmiz. Masjidga qanday kirsak, xuddi shunday kiramiz. Faqat imom turadigan joyi. Imom o'sha yerda turadi. Imom o'sha yerda turadi. Mehrobda turadi. Minbar nima bilan? Minbar bilan hujraning orasidagi 22 ga 15 bo'lgan hudud. Eniga 22, bo'yiga 15 metr. Ana shu joy Ravza deyiladi. Ravzaga kirdik, Ravza deganda ana shu joyga kirishda nazarda tutiladi. Ayollar ertaga kirishadi inshaalloh ertalab. Bizniki hozir nasib qildi inshaalloh. Hozir kiramiz. Imkon qadar ko'proq orqalaringdan turinglar hozir. Tez deydi. U yerdan birinchi, ikkinchi ustun, uchinchi ustunlar orasida o'qishlikka harakat qilamiz. Oldingi qatordagi. Yo'q, birinchi qatorda 5 ta ustun, ikkinchi qatorda 5 ta ustun, uchinchi qatorda 5 ta ustun bor. Ana shularning orasida imkon qadar hujraga yaqinroq joylarida o'qishlikka harakat qilaveramiz. Shu Ravza degani shu ibodatimiz masjidning bir qismi. Doim imom bizga 5 vaqt namoz o'qib beradi-ku, mehrobda turadi imom. Oshirt bilan hozir bular tugagandan keyin bu taraf boshlanadi. Tushunarli bo'ldi. Savollar bo'lsa bemalol aytaveringlar. Niyatda nafil 2 rakat o'qiramiz. Qanaqa surani o'qisa ham, zam sura o'qisa ham bo'laveradi. 2 rakat turib salom berib, yana o'qiramiz. Duo qilamiz, istig'for aytamiz, salovat aytamiz. Ularga ko'paytiramiz. Hozir akalar bemalol savollaringiz bo'lsa beringlar. Xola akam xudo xolasa javob beradilar. O'ylanayotgan narsa bo'lsa. Iloji boricha ko'proq vaqtda o'sha yerda o'tkazishga harakat qiling, imkon berganicha. Yonimizdagilarga aziyat berib qo'yamiz. Namoz o'qirkanmanni boshqa chig'arag'i bilan urib qolishib, uni baqirish mutlaqo mumkin emas. Baqirish, so'kishku gapirishni emas kerak. Baqirish, ovozni ko'tarib bo'lmaydi. Rasululloh muborak jasadlar yotdi. O'zi chiqishda keyin yana salom berishga imkoniyat beradi. Chiqishda mana shu joyda salom berib chiqib ketiladi. O'z chiqishda salomlar beraverasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar,
Allah Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek Ravza-i Şerifleriga kirdik. İbadetlarda qilyapmiz, salomlarimizni yetkazyapmiz. Alloh taolo duolarimizni qabul qilsin. Assalomu alaykum. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah ma ba'd. Alloh subhanahu va taologa cheksiz hamd va sanolar, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga salovat bo'lsin. Mana Ravza-i Sharifga kirib namoz o'qib chiqishlik, ibodat qilishlik baxtini bizga garchi munosib bo'lmasa ham Alloh taolo karrot marrot nasib qilibdi. Buni shukrini umrimiz oxirigacha ibodatda o'tkazsa ham ado qilolmaymiz. Alloh taoloning fazli bo'lyapti. Mana ziyoratchilarimiz ham bu yerga kirgandagi ibodatlarni, hissiyotlarini so'zlari bilan aytisha olmasdan ko'z yoshlari bilan bir ta'riflagandek bo'lib tushibdi. Alloh subhanahu va taolo mana bu joylarga kelib hammalarimizni bir necha bor ibodatlarni qilib, namozlarni o'qib, duo, istig'for, salovatlar aytib kelishni Alloh taolo yaqinlarimiz bilan birga nasib qilsin. Sinfdoshlarimiz, do'stlarimiz bilan, ota-onalarimiz bilan, kelmaganlar bilan, akalarimiz, ukalarimiz hammalarimiz bilan kelib Masjid Nabaviydan namoz o'qib, ravzalarga kirib namoz o'qib, Alloh qayta-qayta kelishlikni Alloh taolo nasib qilsin. Va sallallohu taala ala xabar Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bi rahmatika. Alloh. Rahmat. Imomdan o'tib ketmas ekanmiz. Kim qilayotgan bo'lsa ko'r-ko'rona o'sha nimani qilavermas ekanmiz. Subhanalloh deb 3 marta, 5 marta aytib ketaveradi. 1 marta aytdilar, to'g'rimi domla? Yonda yonimizdagilar boshqa millatlar, ular ham sizlarga o'xshagan. Birinchi kelishi bor ichida. Shu kim 2 marta, 3 marta nima qilsa, 3 marta, 5 marta anda qilib ketaveradi. Xo'p, endi tavofni boshladingmi? Hali aytganda hamd sanolarni, tasbihlarni aytaveramiz. Imom nima deyotgan bo'lsa, eli boshimiz nima deb, aynan shuni aytish shart emas. Aynan shuni aytishimiz shart emas. Eshitilmaydi ham. Mikrofon yo'q. Endi o'zi ixtiyoriy. Endi faqat bitta ruknul yamoniy bilan Hajarul Aswadgacha bo'lgan joyda bu sunnat bo'lgan duo bor. Robbana atina hammamiz bilamiz. Shuni aytamiz. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azabannar. Shuni necha marta aytsa, 1 marta, 3 marta, 5 marta, necha marta aytalsa, shuni aytib ketaveramiz. Hajarul Aswad ro'parasiga boramiz, bu ham tugaydi. Bismillah Allohu akbar bilan ikkinchi aynalish bo'ladi. Birinchi aynalish qanaqa bo'lgan bo'lsa, ikkinchisi ham shuna bo'ladi. 7 marta shunaqa qilganimizdan keyin oxirgisida qo'l ko'taramiz. O'zi boshida qo'l ko'tarib, nima Bismillah Allohu akbar deyiladi. Shu bilan tugagandan keyin biz boshchiligimizda yo domla, yo men boshlaymiz bir xoliroq joyga. O'zi maqomi Ibrohim orqasida o'qisin deydi. Orqasida o'qishga imkoniyat yo'q. Xoliroq joyga qattiq imkoniyat berayotgan bo'lsa o'sha yerda boramiz, 2 rakat tavof namozini o'qiymiz. Bunda birinchi rakatiga qul ya ayyuhal kafirun, ikkinchi rakatiga Ixlos surasi qul huvallohu ahad. Bilmaganlar bilganini o'qiradi. Bilganlar mana shuni o'qiydi. Bilganlar shuni o'qiydi. 2 rakat tavof namozi o'qiganimizdan keyin navbatdagi amalimiz Zamzam suvi ichishni amali. Bu batta chanqoq qodirish maqsadida emas. Batta bu Zamzam suvini ichish bu umraning ichidagi bir amal. Xuddi boshimizda do'ppi kiyishligimiz namoz ichidagi mustahab amal bo'lgan kabi, umraning ichida Zamzam suvini ichishimiz mustahab amal. Yo, biz kechasi qilyapmiz. Kunduzi qilganimizda ichmaymiz. Azizlar, ziyoratchilarimizni, ayollarimizni Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muborak ravza-i shariflariga olib kirib ketyapmiz. Azizlar, ziyoratchilarimiz bilan Makka mukarramaga qarab yo'l olyapmiz. Madina Munavvarada mazza qilib ibodatlarni, ziyoratlarni qildik, alhamdulillah. Ojonalarimiz hammalari kayfiyatlari a'lo darajada duolar qilishyapti. Bismillahi tawakkaltu ala Allohi va la hawla va la quwwata illa billah. Subhanallazi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin va inna ila robbina lamunqalibun. Alloh subhanahu va taolo Madina Munavvaraga qilgan ziyoratlarimizni, ibodatlarimizni beriyo o'zi qabul qilsin. Makka mukarram tomon
tomon qo'yayotgan qadamlarimizni xayrli, barakotli qilsin. Umra amallarimizni bizlarga oson qilib, sizlardan qabul qilsin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rohimin. Yarim soat atrofida miqotga boramiz. Miqotda bu Zulhulayfadagi masjid bo'lib, u yerda to'xtab hamma Madinadan borayotgan ziyoratchilar niyat qilishadi va ana shu joydan boshlab biz umra amallariga kirishga hisoblanamiz. Ehronda hisoblanamiz. Bizga mumkin bo'lib turgan ba'zi amallar ana shu joydan boshlab mumkin bo'lmaydi. Kecha payt domla bu haqida tushuncha berdilar. Hozir yana bir qator eslatib o'tamizki, ergaklarimizda ikkita ehrom kiyimidan boshqa kiyim qolmagan bo'lishi kerak. Oyoq kiyimlarimizda ham tapishga bo'lishi kerak. Krossovka shu boshimizda do'ppi bo'lmasligi kerak. Va yana xushbo'yliklardan foydalanmasligimiz kerak. Va yana yuzimizdagi tuklarimiz bo'ladimi, burnimizda, betimizda, soqolimiz, sochimiz bularni yulmasdan ketishimiz kerak bo'ladi. Bog' sochimizni oldirgungacha. Shularga bir ahamiyatli bo'lamiz. Borganimizdan keyin ham mehmonxonaga joylashganimizda ham bu xushbo'y narsalardan foydalanib qo'ymaymiz. Atir-uqolardan masalan yoki shirin bir xushbo'y beradigan sovun shampunlardan foydalanmaymiz. To'ratxonalarga kirganimizda masalan to'ratlarni qancha yangilasak, yangilab ketaveramiz ehtiyojga qarab. Ehromga kirishligimiz uchun to'rat shart emas, lekin to'ratda bo'lganimiz afzal. Albatta 2 rakat namoz o'qib ehromga kiramiz, niyat qilamiz. Borganimizdan keyin 2 rakat namoz o'qib chiqqandan keyin birgalashib ehromni niyatini qilamiz. Men aytib turaman, orqamdan qaytarasiz. Xo'p, endi oralarimizda ayollarga doir masala, uzunli ayollar bo'ladigan bo'lsa, ular ana shu joyga masjidga ichiga namoz o'qishmaydi, ashitda tushib, mana niyat qilib olishadi. Shu bo'yicha qachon o'sha uzunlar tugagandan keyin usul qilib, qolgan amallarni davom ettirib qo'yiladi. Qovoq, say, soch oldirishlarni keyin qo'yiladi. Bungacha mana shu hozir Zulhulayfaga borganimizda mana shu joyda niyat qilib olishadi. Tushunarligi, mabodo yana hozir uzunli emas u, mehmonga borganda bo'lib qoladigan bo'lsa ham, masala shu bo'laveradi. Niyat qilgan bo'lamiz, qolgan amallarini keyinga qoldiramiz. Ayollarga tegishli. Tushunarli, savollar bo'lsa bemalol aytaverasizlar, davom ettirib ketaveramiz. Hozir biz o'sha miqotdan boshlab niyat qilib, ehrom olaganimizdan boshlab labbayka ana shu joydan boshlanadi. Erkaklarimiz ovozlarimizni baland qilib aytamiz, ayollarimiz ovozimizni past, ovozimizni eshitadigan qilib aytaveramiz. Umra amaliga kirishgan odamning eng afzal zikri bu labbayk Allohumma labbayk. Labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Shuni imkon qadar ko'proq aytib ketishlikka o'zimizni harakatimizni qilamiz. Mashinamiz harakatlanganda, to'xtaganda, tushganimizda, chiqqanimizda mana shu joylarda aytaveramiz. Albatta bir 6-7 soat aytib ketishlik imkoni yo'q. Jamoat bo'lib aytishimiz mumkin. Jamoatdan tashqari ham o'zimiz ham aytib ketaveramiz. Tushunarli bo'ldi. Alloh saqlatamiz. Aylanib yuribda kiramizda o'rtada erkaklarga yuboramiz. Bir joyda belgilaymiz o'zimizda. Keyin qaytib chiqamiz. Labbayka Allohumma aytib yuraveramiz hozir akalar. Maşallah. Dolu yog'yapti mana. Maşallah. Doldi qarang. Voy maşallah. Madina Munavvarani yo'lida dolu yog'yapti.
Mashinalar to'xtab oluyorlar. Subhanalloh. Katta tushishini qarang uni. Mashina sekillab qoldi. Katta yog' ekanligidan doldi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, alhamdulillah ziyoratchilarimiz eson-omon Makka-i Mukarramaga yetib keldilar. Inshaalloh hozir joylashamiz mehmonxonalarga hamda umra qilishlikka kirib ketamiz. Hoji onalar baqa yuraveramiz, baqa. Labbayk Allohumma labbayk. Labbayk Allahumma labbayk. Labbayk la sharika laka labbayk. Labbayk la sharika laka labbayk. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la sharika lak. Ziyoratchilarimiz umra qilishlikka mana kirib ketyaptilar inshaalloh. Ziyoratchilarimizga haramga boradigan avtobuslarda, yo'llarda tushuntirib berilyapti. Qo'llariga mehmonxonani kartalarini berilgan, lekin yosh kattalar, birinchi marta kelayotgan odamlar uchun chiroyli bir tushunarli qilib ko'rsatib berilyapti. Mana soat binosini orqa tomonida bekat. Soat orqasida. Soat tagidan tushib kelamiz. Esdan soat hamma joyda ko'rinadi. Yo'qolib qolsa ham soatni mo'ljallab kelamiz, tagidan tushib kelib, naryoqdan bundan boramiz ana. Hammasi, ash avtobuslar hammasi odam olgan kelyapti. Hammasiga chiqaveramiz. Ochirti bilan bizni qo'ygan qaysi biriga bo'lsa, hozir chiqqan joyimizga olib borib tashlaydi. O'sha yerga olib borib tashlaydi. Ba'da olib keladi, menga tushiradi, ba'dan kirib ketamiz. Narigidan chiqamiz, ochirti bilan odam ko'payib ketadi. Ha, ay sariq avtobuslarda hammasiga qizilmi, sariqmi qanaqa bo'lsa ham chiqaveramiz. O'sha joyga olib borib tushiradi, keyin mehmon avtobusiga chiqib olamiz. Xo'pmi? Tushunarli bo'ldimi? Soat tagidan tushib chiqamiz, soatni tagidan. Soat binosini tagidan tushib chiqamiz. Yo'nalishimiz, doimiy yo'nalishimiz shu. Katta bo'lsa ham soat ko'rinadi, o'sha qarab ana mehmonni kelaveramiz. Xo'p, ayollarimizni keyin o'rtaga olamiz, hali mahram bo'lganlar soniga olamiz. Hozir birinchi kirib xufton namozini o'qib olamiz. Masjidda borishligimiz o'zi 1, kelsa 2 bo'ladi, 3, 4, 5, 6, marg'onga borib 7 bo'ladi. Endi boshlaymiz. Hali boshlagan o'shani tushunmadi. Ziyoratchilarimiz Safoda ham sayr qilib oldilar. Ziyoratchilarimiz sochlarini oldirsalar, inshaalloh umralarini ham ado qilib olgan bo'ladilar. Kimda-kim Ramazon oyida umra qiladigan bo'lsa, payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan haj qilinganda savob beriladi degan va'da bor ekan. Mashaalloh. Har bandaga shunday vaqtlar nasib qilsin.
Azizlar, mana ziyoratchilarimiz ham alhamdulillah umralarni ado qilib oldilar. Muborakli bo'lsin endi hoji akalar. Kalling muborak bo'lsin. Bor aka, xizmatlaringizdan Alloh rozi bo'lsin ilohim. Xursandmisizlar? Kamchiliklar bo'lmadimi qor akam xizmatlarida? Yaxshimi? Mashalloh. Bitta ham ziyoratchilarimiz yo'qolmasdan hammamiz birgalikda ado qildik, alhamdulillah. Kallar jamoasi deyaptilar-ku. Salomat bo'linglar. Ketdi endi opalar, hoji opalar. Do'stlar, mana guvoh bo'ldilaringiz Saudiyadagi 50 boshlarimizni xizmatlariga hamda taomlariga. Bir xilga insonlar biz taom uchun emas, mehmonxona uchun emas, biz ibodat uchun deyishadi, xursand bo'lamiz. Shijoatlari baland insonlar, lekin o'sha taom hoji aka yaxshi bo'lsa, mehmonxonalarimiz yaxshi bo'lsa, xotirjam dam olishsa, ibodatlarida ham bir quvvat bo'ladi. Yaxshi yeyishsa, yaxshi ibodat qilishadi. Inshaalloh. Mana o'zimiz o'sha yerlarda juda chiroyli holatlarda umralarni qilib, 50 boshlarimizni xizmatlariga guvoh bo'lib turibsizlar. Mana Farg'ona xalqaro aeroportidagi xizmatlarimizga ham guvoh bo'lishlaringiz mumkin. Hoji akam tinmaydilar. Ba'zi ko'rib charchab ketaman. Ag'da turganimda ham bir qancha insonlar albatta chiroyli xizmatlar qilib jo'natgan ekansiz. Albatta. Ular yaxshi kayfiyatlarda sizni haqqingizda duolar qilishib, Xudo xohlasa mazza qilib ibodatlar qilishyapti. Albatta, albatta. Davom etamiz chet el xizmatlarida ham. Inshaalloh. Chetdan Kelayotganlarni ham kutib olib, zamzamlarini qo'llariga olib berib, albatta, albatta. Yangi ishlar bo'ladi-da, u zamzamlarda. Aha. Bir qator terib, chiroyli qilib, yozuvida hammasini o'zini oti bilan topshirilyapti. qo'llariga berib, Albatta. Xudo xolasa. Birov-birovni olib ketib qo'ymayapti. Ana, inshaalloh. Bu tomonida ham Xudo xolasa xizmatlarimizda Inshaalloh. kamchiliklar yo'q inshaalloh. Sog' bo'linglar, kuzatishda davom etinglar. Yuksak travel xizmatlaringizda. Rahmat hammalaringizga.